Sizlar so'radinglar, men bajardim. Bugun sizlar bilan birgalikda eng oddiy bo'lgan M416 Skitales Open Case ko'ramiz. Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda akalar qanaqa video bo'lishini sizlarga tushuntirib o'tdim. Imena mana shu videoni ko'rib turib siz tekinga yuz ishlovsiz bo'ladi. Qanday qilib deysizlarmi? Обязательно mana shu videoga bittadan like bosasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar bu shart. Kommentariyaga xohlaguncha kommentariy yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olib aniqlab, o'z UC'sini tashab beramiz. Eng qizig'i akalar, har doim bitta g'olib aniqlardik random botda, endi ikkitaga oshdi. O'shaning uchun sizlar ham shartlarni bajarib qolinglar. Tak, men bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bundan oldingi ikkita g'olibimiz bu kishi bularga yuzini tashab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, обязательно akalar shartlarni bajarib qo'yinglar. Unda ortiqcha gap so'z kerak emas. Biz videoni boshladik. Voh, mana bu interfeys qaranglar. To'g'risini mana shu interfeysga 10 balli sistemadan necha berasizlar? Yozinglar, men 11 beraman. To'g'risi mana buni qaranglar. Realni aytaman, juda chiroyli interfeys. Bilmadim bu qaysi orqa fon. Hamcha o'sha obnovleniyaning o'zini orqa foni. Voy jalla, mana buni qaranglar. 722 ming UC'ga Skitales Open Case'ni ko'rar ekanmiz. Bu brat bundan oldingi videosida 400 ming UC'ga Open Case qilgandi. Tasavvur qilinglar, bundan 7 yil oldin PUBG endi boshlanyapti-da. PUBGga 700 ming UC chiqyapsizlar. So'mda qancha bo'ladi bu? Xo'p, 8 ming. O'zimni qiynamay, sizlarni qiynamaylar. Hozir baribir hisob-kitob qila olmayman. Tak, unda Open Case boshladik. Ketdi. Tak, bu yerda Skitales ruletkasi xuddi shu holatda bo'lar ekan. Oldin esinglarda bo'lsa, prokachkalarning ruletkasi xuddi shunaqa bo'lardi. Esinglarda bo'lsa, bitta prokachka bo'lardi. Qolganda kiyimlar, tak, caselar, materiallar shunaqa bo'lardi. Hozir anchadan beri unaqa ruletka qo'shilgani yo'q. Tak, ko'ramiz endi. 722 ming UC'ga Skitales Open Case taxminan necha ming UC'ga tushiradi? Nima deb o'ylaysizlar? Men deb o'ylayapman, 20 ming atrofida tushirsa kerak, to'g'rimi? Xo'p. Tak, bu yerda bittali ochish 60 UC, 10 tali ochish 540 UC обычный ekan. Tak, kraska va serebrolarni berishni boshladi. Aniq edi. Ko'ramiz, juda qiziq. Mana shu joyda sizlar ham yozib qoldiringlar. To'g'risini faqat chesni bo'lib, men Skitales Open Case'ni birinchi marta ko'rishim. Sizlar bundan oldin ko'rganmisizlar? Mana shuni yozib qoldiringlar. Keyingi safar qanaqa Open Case ko'rginglar kelyapti? Eng ko'p like yiqqan kommentariy o'shanaqa Open Case'ni ko'ramiz. Men topaman. Обязательно topishga harakat qilaman. Xo'p, yaxshi. Vo, akalar, men bu narsa esingladim sizlarni. Men bu narsa esingladim, qolgan men bu narsa. Old igroklar bormi? Shunaqa narsa esingladimi? Material, oldin mana shunaqa bo'lgan-ku. Tak, ko'ramiz. Hozircha yaxshi narsa bermadi, faqat kristal serebrolar berib yotibdi. Даже material ham bergani yo'q. Yaxshi. Hozircha boshlanishi yaxshi. Iloji bo'lsa shu endi aytmoqchi edim, propiska yoqib ochsin. Shuncha UC'si bor, axir bizni qiynamasin, o'zini qiynamasin, to'g'rimi? To'g'ri. Tak. Hozircha faqat maska, parashyut. Yaxshi. Mana akalar, bagi berordi. Bagi berdi, yaxshi. Tak. Propus bilan yaxshi beryapti mana. Propus bilan ochish kerak. Desam, уже сразу o'zgartiryapti propuska. Endi bittalik ko'rar ekanmiz. Mayli. Siqilmaymiz, muhimi. Yaxshi. Mana. Va nihoyat bilmayman hozir 50 ta ochdi. Birinchi materialni qo'lga kiritdi. Adashmasam, bundan oldin material ko'rmadim, agar chaqilib qolmagan bo'lsam. Birinchi materialni oldi. Material o'sha payt qadri juda ham baland bo'lgan akalar, esinglarda bo'lsa, bitta material juda ham qadrli bo'lgan. Hozir payt tekinga material olib tashlanglar bo'ladi, bori. Hozir realni. Boshqacha PUBG. Hozir yaxshi. Xo'p, ko'ramiz. Bu yerda o'zi mana 540 ochyapti, 10 talik. Base propusk.
Krista, nima edi bu? Kraska. Ha, kraska berdi. Уже akamiz где-то 10.000 UC ishlatdi. 10.000 UC ishlatdi bo'ldi da. Vo. Ko'rdinglarmi? Bir berganda ikkita material beraverdi boru. Yaxshi, 186 ta case ochdi. Lekin hali bironta Skitalis boshqa hech narsa olmadi. Yo'q, hech narsa olmadi emas. Bu yerda Skitalis bilan mana bu kiyim qo'llash kiyimni olsa bo'ldi, akamizning plani bitadi. Tak, ko'ramiz. Shu garantni olsa yaxshi bo'lardi. Shunga real boyatdan beri qarab turibman shu garantni olsin deb, olmayapti boru. Kraska bittali ochyapti, kraska. Yaxshi. Hop, yana kraska. Hop, tak. Bittali ochyapti. Bu ham yuragi siqib bittali ochyapti demoqchi-da. Endi o'tib ketdi. Agar Skitalis tushganda, bittalida tushganda men bilmadim borim. Hop. Bu yerda nimalar berar ekan? Vo! Men real xursand bo'lib ketdim bori. Uzr so'rayman. Nima qildi bu? Shuncha 10 talik ochdi-da, tushira olmadi, lekin bitta 10 talikda tushirib qo'yapti. Roppa rosa akamiz gideda bir 11.000 UC ishlatdi. Mana bunaqa kaskalarni olib tashlayapti. Bu tekinga, mana nihoyat garantni oldi. Bu garantdan 5 ta nima kristal deyapman men bu ko'k narsani. Material, lekin men uni kristal deb o'ylayapman. Xo'p, endi nima qilar ekan bu bratimiz? Akalar, keyin sizlarga yana bitta yangiligim bor. Agarda haligacha qimmatga olib yurgan bo'lsanglar, qayerdan arzon yuz olishni bilmayotgan bo'lsanglar, sizlarga 3 ta taklifim bor. Buni har doim aytib kelganman, yana aytaman. Birinchisi, bizda UC narxlari O'zbekistondagi eng arzon narxlardan. Ikkinchisi, har juma kuni juma aksiyasi bo'ladi, ya'ni juma kuni skidka bo'ladi. Sizlar UC ni skidka narxlarda olasizlar. Uchinchisi, hozir videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalarni bosib, shuni screenshot olasizlar. Sizlarga qachon UC kerak bo'lgan payt adminga tashlasanglar, sizlarga yana skidka qilib beriladi. Akalar, bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan, tak что UC ni begona qilmanglar. Agarda UC kerak bo'lsa, shu video описаниесida silka bo'ladi yoki-da poiskga Real PPM deb yozinglar, meni kanalim chiqib keladi. Prosta kirib olsanglar bo'ldi. Menimcha, uje kuchaytirsa kerak. Da, kuchaytirishni boshladi bu. Vo, akalar, men buni qaranglar kuchaytirishi. Men to'g'risi bunaqa kuchaytirish ko'rmaganman, men buni qaranglar. Ikkinchi level qilyapti-da, boshqacha animatsiya. Hozir bilsanglar 360 gradus o'zgarib ketgan, hozir umuman boshqacha. Men o'ylayman hozirgisi yaxshiroq bunga qaraganda, lekin bu ham kuchli ekan. Bratimizda 484 ta kraska, 49 ta material bor hozirda va Salom alaykum, 4-level bo'ldi. O'sha 5-level. Tak, menimcha full qilishgacha yetsa kerak material 6-level и fulloviy holatda. Sizlarga savol, 1-leveldan full qilishgacha nechta material, nechta nima edi? Yana kristal deyapman, Anu narsa nima edi? Kraska ketdi. Savol. Javob beringlar-chi. Tak, shuna qilib mana Skitalis Open Case'ni ham ko'rdik. Hozir bagilarni qo'yadi va qo'liga ushlab ko'radi Skitalisni. To'g'risi menga mana shu bratda akkaunt real aytyapman, qiziq. Nimaga deganda, bu bratimiz faqat katta UC larga Open Case qilyapti. Aytyapman, bundan oldin 400.000 UC ga Open Case qiluvdi. Hozir 700.000 UC ga Open Case qilyapti. Agarda sizlarga ham qiziq bo'lsa, likelarni bangillatib tashlasanglar, mana shu bratni ID'sini topib, akkauntini obzor qilishga harakat qilaman. Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Real PUBG bo'ldi. Sizlarni ikkinchi kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Do'stlar, Pabratskiy videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Taking account yo'qida, RP yo'qida pulli bo'lmoqchi bo'lsanglar, 2 sekund shu Reels ko'rmasdan omadinglarni sinab ko'ringlar. Shu videoni описаниесida silka qo'yib qo'yaman. Prosta kanalga o'tinglar, bo'ldi. Charchamanglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.